Captiva yoki Damas? Captiva yaxshi mashina yo'llagan Damas. Damas yoki Spark? Spark shahar ichiga tez mashina, yaxshi ko'raman, baribir Damas. Damas yoki Nexus? Nexus yaxshi mashina, lekin men baribir Damas tanlayman. Damas yoki Cobalt? Voh, Cobalt? Cobalt yoki Gentra? Gentra bilan taqqoslab bo'lmaydi, lekin Cobalt baribir Cobalt. Cobalt yoki Monza? Monza chiroyli mashina, sifat jihatdan ham tez yuradi ham, lekin men baribir Cobalt tanlayman. Cobalt yoki Malibu? Malibu premium klassdagi mashina, zo'r, havasim keladi, lekin men baribir Cobalt tanlayman. Cobalt yoki Li9? Li9 ga keladigan bo'lsak, вообще zo'r mashina, gibrid, undan tashqari kam xarajat, men baribir Cobalt tanlayman. Nima uchun Cobalt tanladingiz? Cobalt O'zbekiston sharoitida optimal mashina hisoblanadi, ya'ni-da kam rasxod, yo'l tanlamas, shaharda ham, shahar tashqarisida ham yuraveradi. Undan tashqari hozirgi kunda Qozog'istonda ham eng ommalashib borayotgan mashinalardan bittasi. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiring.